Hammaga assalomu alaykum. Bilasizlar, hozir men Balidaman va aynan shu yerda sochlarim ko'proq uxotga muhtoj. Bu yerning quyoshi juda agressiv va yuqori harorat sabab sochlarim tez quridi. Doimiy namlik, tez-tez basseyn, plyaj, cho'milish bularning barchasi sochlarimni 2 baravar ko'proq parvarishga muhtoj qildi. Shu uchun sochlarimni issiqlikdan himoya qilishda Trichap termo himoya spreyi menga juda yaxshi yordam berdi. Trichap serumi sochlaringiz uchun ishonchli himoya. U soch tolalari atrofida ko'rinmas plyonka hosil qiladi. Ularni qurib qolish, issiqlik va sinishdan asraydi. Fen, dazmol yoki ployka ishlatishda ayniqsa foydali. Uning namlantiruvchi formulasi soch tuzilishini mustahkamlaydi. Yumshoqlik va ipakdek silliqlik beradi. Natijada sochlar himoyalangan, silliq va yaltirab turadi. Barcha turdagi sochlar uchun mos. Sochlarimni ham quritib, parvarishlab, endi Balidagi yangi kunimga tayyorman.